Doktor, sizga murojaat qilishimga sabab bir necha kundan beri boshim og'riyapti. Dori ichsam ham to'xtamayapti. Bosh og'rig'ining asosiy sabablaridan biri bu qon bosimining oshishi. Hozir keling bir qon bosimingizni o'lchab ko'ramiz. Qon bosimingiz biroz oshgan. Hurmatli tomoshabin, sizchi qon bosimingiz ko'tarilishi yoki tushishini nazorat qilib turasizmi? Bugun biz barcha uchun muhim bo'lgan insult kasalligi haqida gaplashamiz. Bugungi kunda respublikamizda insultga chalinish holatlari yildan yilga oshib bormoqda. Bunga asosiy sabablardan bo'lib bu qon bosimi oshishi, semizlik, ichish, chakish, qandli diabet kasalligi, yurak kasalliklari, bu infarkt va aritmiyalar bo'lishi mumkin va kam harakatlik sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan sabablar bu 80% dan oshiq holatlarda bu gipertoniya kasallik, ya'ni qon bosimi baland bo'lib yurishi. Ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol, insultni davosi bormi? Ushbu kasallik qanday og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mutaxassis sifatida buni ayta olamizki, 100% insultga davo topilmagan. Oddiy so'z bilan tushuntirganda, yuz qiyshayshi, nutq buzilishi va qo'l-oyoq harakatlari bo'shashishi boshlangan vaqtda insonlar tez tibbiy yordamga murojaat qilishlari kerak yoki o'zlariga yaqin bo'lgan klinikalarga murojaat qilishlari kerak. Birinchi 4,5 soatda insultga chalingan bemorlar murojaat qilishganda hayot saqlab qolinishi, og'ir asoratsiz o'tishi, yengil asoratli bo'lishi yoki umuman asoratsiz o'tish ehtimoli katta. Ushbu kasallik